Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni qisqacha tanishtirib bo'lsangiz. Mening ismim Nurahmat Burhan. Korli shahar Tekcheza Tekchikanat 1-guruhdan. Vatanni urug' qolganingizdan ko'rshamga qancha vaqt bo'ldi? Urug' qolgan bilan ko'rshamga 2 yil bo'lib qoldi. Chet el chiqsalarimiz. Chet elga o'qish uchun chiqqan. Tuqqanlaringizningki lagerdimi, turmadimi bilginingizni sizdan. Dadamni 2017-yili 5-oy, 4-oy atrofida lagerga kirib ketgan, 1 yillik tarbiyalashdi. Lagerga shu kirib ketgan hozirgacha hech qanday xabar yo'q. Qolgan tuqqanlarim lagerdimi, turmadimi, uqmadim. Dadamning ismi to'liq. Dadamning ismi Burhan Keramtullah. Onangizning qolgan tuqqanlarning ismi Onamning ismi Tursungul Bavdon. Dadamning eng kichik inisi Yaqub Keramtullah. Undan xabar yo'q. Onun şoňy Maqsud Keramtullah, Yusuf Keramtullah, Mehmet Tursun Keramtullah ulardan xabar yo'q. Hazırgacha lagerdimi, turmadimi, hayatmı, qanday uqmadim. Anamning inillerden Abdurrahman Bavdon, Osmanjan Bavdon ulardan hech qanday xabar yo'q. 2015-yili dadam Misrga sayohatga chiqqan, meni ko'ygiga yo'qlagash ham sayohat qilgash. Bu vaqtda bajisi bilan birga chiqqan Imin Abdullah, Korlishar Yanshar Yeza, Yanshar 1-kanatda o'tirishliq. O imin qarkamdan hech qanday xabar yo'q hozir. Lagerda oila a'zolaringizning ismini ayting, unga rasmini ko'rsating. Oila a'zolarim dadam Burhan Keramtullah, onam Tursungul Bavdon, singlim Aisha Burhan. Men Nurahmat Burhan. Ayolim Subhinur Osman. Bu qayerda ayolingiz? Ayolim vatanda. Hozir lagerdimi, turmadimi hech qanday xabar yo'q, ishkildiga xabar olamadim. Tug'ilgan 9 aylık olgan çağıt men chet elga chiqqan Misrga. Balam tug'ilib 9 aylık olganda balam tashlab chiqqan. Shundan keyin balam hozir nada, hayotmi, qanday hech qanday xabar olamadim. Balamni ko'miga 2 yil bo'ldi. Resim bilasi bor. Balamning rasmi bor. Onamning rasmi bor. Bu mening balam Abdulbasit Nur Ahmed. Ko'miga 2 yil oldi. Ko'miga 2 yil oldi. 8 aylık, 9 aylık olgan çağı tashlab ketgan. 8 aylıkdan aşqanda. Hozir balangizning nerligini bilamsiz? Yo'q, balamning nerligini uqmayman. Hozir shu balam yig'ib olish o'rindirdimi? Hech qanday xabar yo'q balamdan. Ko'miga 2 yil nashdi. Uydagilar bilan aloqalashmagani 2 yil bo'lib qoldi. Mao anam Qizilmay kiyib olgan To'singul Bavdon. O'tirdi. O'tirdiki cho'ng dadam Bavdon Nurdon. Anamning dadisi. Ma yendiki cho'ng anam Tunsaxon Bavdon. Mao anamning singlisi Gulnisaxon Bavdon. Bular hozir nerligini bilasiz? Yo'q, bular hozir lagerdimi, turmadimi hech qanday xabar yo'q qolmadim. 2 yil oldi bular bilan aloqa uzilgani, butun aloqam uzilgani. Siz bularning ham da'volarimizni qaysi usulda qilmoqchi? Bularning davosini hamda Xalqaro kechirim tashkiloti, Xalqaro Qizil Kirist jamiyati, Yevropa inson haqlari birlashgan davlatlar tashkilotiga va Turkiya Cumhurbaşkanı hurmatli Recep Tayyip Erdo'g'an apandim qatorliqlarning ota-onamning va yuqori deyilgan urug' tuqqanlarimning hammasining xabarini elib berishni va shularning bexatarligiga kafolat qilib berishni umid qilaman va o'tinaman shulardan. Sabim Misrda o'qiganlar, Misrdagi o'quvchilarni tutqun vaqalardan biroz xabaringiz bo'lsa, bilganingiz biroz ishon so'zlasangiz. Men shu Misrda tutqun qilingan Uyg'ur o'quvchilarning birisi, 100 ga yaqin bolalarning birisi men tirik shohidi. Misrda 3 oy turmadi yotdi. 3 oy turmadi yotib, arliqda 16 balani vatanga ketdi. 16 balani vatanga ketgandan keyin biz bizni qo'yib berdi. Shundan Turkiyaga keldim o'yin joyda. Shu turmada ko'rgan bir qismatlarni biroz so'rab bo'lsangiz. Misrda nima qilganlar, turmushni qanday bo'ldi? Misr turmusida ko'rganlarimiz hamda Misr saqchilarining nihoyatda qo'polligi bizni bek bearam qildi. Chunki 2017-yili biz Uyg'urlar, asosan Misrdagi Uyg'urlar vatan bilan aloqamiz asosan ko'pinchimizning uzilgan bo'lganligi uchun ko'nglimiz toz yeram, bolalarimiz bilan, ota-onamiz bilan, urug' tuqqanlarimiz bilan lagerga kirib ketish sababli ko'rishamayotgan ko'nglimiz yerim vaqtda bizni turmush solgandan keyin Misr hukumatı hech qanday gunohsiz Uyg'ur o'quvchilarni bizning ko'nglimiz qattiq yerim bo'ldi. Bunda yerim vaqtda ularning bizga qo'pol gap qilishi nihoyatda og'ir keldi. Qattiq ko'nglimiz yerim bo'lib 3 oy turmadi yotdik. Ya Xitoy saqchilari ko'rdim, ko'rdim turmadi.
Ya men Xitoy saqchilarini ko'rmadim. Ammo vatandan chiqqan bir necha saqchilar Uyg'ur boladan bir nechini achib ketib so'roq qildi. Misr saqchilari tanlab sanchiq deb bir necha bolani chiqib so'roq qildi. So'roq qilgan bolalarni ismini bilasiz, esangiz bo'lsa. Bir nechasini ismini bilmayman. Birining ismi Abduraqib Aziz Aqsudan. Uni so'roq qildi. So'roq qildi. Necha saqchilar? Qolgan bolalar yadim qolmabdi. 1 yilni oldida kishilar bo'lgandan keyin. Bundaki Misrda tutib ketgan, tushib ketgan bolalar ko'pda. Bular haqida bir guvoh bo'lishni o'ylashganlarmiz Misrda o'qib kelgan bolalar. O'ylashdimmi? Men shaxsan ko'p o'ylashdim. Bularga bir fursat bo'lsa o'zingizga shularni ustidan bir guvoh berasiz. Albatta, guvohlik beraman. Izchil davomlashtirma davo ishlarini. Baya azroq unutib qolibdiman gapimni. Birinchi bolamni ko'migili 2 yil oldi. Birinchi bolam 9 oylik bo'lgan chaqda chet elga ketganman. Shundan keyin ko'rib boqmadim. Ikkinchi bolam bultur 6-oyda tug'ilgan Abdulvaris ismi. Dodamlashdan qo'yibdi. Hozirgacha ikkinchi bolamni ko'ramadim, chunki tor aloqa vositalarini Xitoy hukumatı cheklayotgandan keyin, butun aloqamizni Xitoy hukumatı uzayotgandan keyin hozir ikkinchi bolamni ko'ramadim. Ikkinchi bolam hozir 1,5 yosh kirdi. 6-oyda tug'ilgan bo'lsa, 5-oyning oxiri, 6-oyning boshlari tug'ilgan. Sizdan bir gapni so'rasam, siz keldi, Kostoma universitetida o'qiyotgansiz. Shunaqa. Iqtisodiy masalalar qanday qilyapsiz? Ota-onangizning bitta aloqangizga 2 yil o'tdi. Bu yerda qiyinchiliklar yo'qmi hozir? Qiyinchiliklar bor. Hozir ham shu suhbatga vaqt bitsin, astol yordam qiladi. Boshqa diyanat nimadan astola yordam qiladi. Shuning bilan aran ketib boramiz.